Navbatdagi klientimiz Bo'stondan kelib, shunda 750 proba, 1,5 karat, 8,5 gram ekan, 829. Nasib etsin, bundan ham sonlarni olasiz. Arzon bahoda etib berdik. Skidkamiz ketib turibdi bo'lsangizlar. Rahmat, ishlaringiz rivoj. Navbatdagi xaridimiz kurs sotuv emas, olish ham bor mana bizada. Narxlarni mana o'zlarimiz garantiya qog'ozlarini 7 millionga yozib berganman. Hozir kunda narx qancha so'm oldingiz hozir? 9 million 70 ga. 9 million 70 ga oldi. 2 millionga o'ydim. 70 ming so'm. 2 million 70 ming so'm minib turibdi ekan o'zi. Rahmat. Omad sestram. Sizga. Olib qo'ysanglar mulk tilla mana litoy variantni olib qo'ydi. Yana o'zlarimizga topshirib 2 million 70 ming o'tib turibdi. Omad hammangizga. Navbatdagi xaridimiz shunday Chanel sipochkamiz bo'ldi. 30,5 gram chiqadi. 65 santimetrlar ham ajoyib. Italyanskiy zolotdan, Fanon zolotdan yana bu 10 gramlik brasletimiz ham taqib sotdi. 2 yoqlama taqilsam bo'ladi bu narsa. Shunday ajoyib silliq variantlarimiz. Yani shu narsasini o'zimdan 12 million 700 ming so'm olgan edilar. Hozirgi kunda narxi 27 million 350 ming so'm pul bo'lib turdi yana. Mulk tilla hisob olib qo'ydilar. Birga birdan ziyod o'tib turdi yana. Mana bizda shunday qog'oz yozilib beriladi. 12 million 700 ming so'm deb yozilgan. Mana hozirgi kundagi narxi 27 million 350 ming bo'lgan. Hamma narsasi o'zi ko'tarilib turdi. Birga birdan ziyod ko'tarilib turdi. O'zi bu narsadan to'yishdim. Endi menga toza model bering deb eng so'nggi trenddagi modellarimizni olatir. Hamishagi mijozimiz doimiy necha yillik klientim. Hamisha shu yerga keladi. Og'ayni tug'ani bo'lsam shu yerdan oldiradi. Ajoyib narxda berdik. Navbatdagi xaridimiz doimiy mijozimiz Xojonam eng chiroyli zirakni oldilar. 750 proba, 220 karati, 621 gramlari. Qoshlari shunday oppoq, yonishlarini, tovlanishlarini baho berasizlar. Ajoyib o'sha narsalar oldi. Buni 45 ming so'mga oldim dedi. Hozirgi kunda bahosi bo'ladi 4 million 900 ming so'm narxi. Shunday bir poyini olyotirmiz 3 million 215 mingga mana. Narsalarni topshirib olsadan bo'ladi. Ulardan to'yishdim yulduz, endi menga 750 prova ber dedi Xojonam. Omad, Xojonam. Rahmat Yulduzjon, sog' bo'lg'aysan. Ballarining rayatini ko'r. Endi aqtiq, cho'liq ko'rorgaysan, savdong dim zo'r bo'lavergay, qo'ling tiymagay. Qo'lingga tiymay satqaysan. Uka. Amin. Yo'llaringizni bersin. Xudoyim mening yo'lim bergay. Amin. Sizga o'xshab Xojona bo'lib, aqtiqlarni siyib yurish nasib etsin. Aytganing kelgay, Yana bunam aqtiqlarni oldilar. Omad. Chiroyli brilliant oldilar. Rahmat, sog' bo'l. Omadingizni bersin.